Assalomu alaykum, hurmatli Doktor Umarov kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana Doktor Umarov. Navbatdagi sizlar bilan gaplashadigan gapimiz bu ruhiyatga bog'liq. Kasal bo'lish yoqadi. Bunga ishonasizmi? Ayniqsa bolalarga, katta-yu kichik hammaga, lekin ayniqsa bolalarga kasal bo'lish yoqadi. Bir voqea, yaqinda bir bemorimiz keldi. Kichik farzandi shu allergik obstruktiv bronxit bilan og'rigan. Keyin katta farzandi ham bor ekan. Keyin mana shu gapni aytdim. Kasal bo'lish yoqadi degan mana shu gapni gapirganimdan keyin o'zi gapirib beryapti. Doktor, to'g'ri aytasiz dedi. Mana bu kichkina farzandimni havo almashtirgani olib boraman, hali u sanatoriyaga, hali bu sanatoriyaga, unga ish buyurmayman. Hech qanaqa bir nimasi yo'q. Nima yeysan, nima qo'yasan, doim atrofida parvonaman. Katta o'g'limga doim ish buyuraman, doim uydagi ko'p ishlarni qilib, shunaqa qilib yuradi. Bir kun dedi, qorni og'rib qoldi dedi. Haligi qorni og'rib qolib, menga qarab nima deydi deng, deyapti. Agar meni ham hozir nafasim qisib, yo'talib, bo'g'ilib, shunaqa bo'lib qolganimda meni ham sanatoriyaga olib borardingiz-a, deyapti deydi. Qarangda, kasal bo'lishni xohlayapti u. Ya'ni o'sha sanatoriyalarga borish. Endi kasal bo'lish yoqadi deganimizda, конечно, qalb shuni xohlab qolar ekanda. Atrofdagi e'tibor, boshqalarni e'tiborini tortish uchun ham shu kasal bo'lish bo'lib qolar ekan. Ayniqsa yosh bolalar. Ular tushunmaydi-ku hali kasal bo'lish masalasida. Qalbi doim o'sha mehrni, o'sha e'tiborni tortib turganligi uchun ular kasal bo'lib qolaverar ekan. Sog'lom paytda ko'proq e'tibor berish, sen kuchlisan, sen sog'lomsan degan gaplarni gapirish bu bolalarga to'g'ri munosabat bo'lar ekan. Endi gapirsak juda ham gap ko'p bu masalada. Yana bolalarga shu kasal bo'lgan paytda doim mehribonsizda, nima yeysan, nima qo'yasan, shunaqa gapni ko'p gapirasiz. Shuning uchun kasal bo'lish yoqadi. Fikran yoqilgan, haligi o'zi tushunchasi bo'yicha yoqadi demasak ham, lekin qalbi shu narsani doim istab turadi. Shuning uchun qalb istagan paytda qalbga quloq solib, tana kasal bo'lib qoladi. Chunki miya mana shunga moyil. Keyin ana ko'pincha biz bolalarga ayniqsa eslatib qo'yamiz kasallikni. Shu kasal bo'lish yoqadi degan nima miyaga o'rnashib qoladigan fikrda nimasini aytyapman. Masalan, juda ko'p holatlarda allergiyani davolashda parhez buyurishadi. U mumkin emas, bu mumkin emas, mumkin emas, mumkin emas, mumkin emas, mumkin emas. Hattoki bolajonlar menga mumkin masa, aya, dada, menga mumkin masa deb ko'pchiligi o'ziga shu narsani bilib olibdi ham. Bu nima, yaxshimi, yomonmi? Menga mumkin masa degan odam, ya'ni bola yoki katta odam, men kasalman-a deganida. Chunki buni qarangda, senga mumkin emas degan so'zni ishlatyapsiz, sen kasalsan degan gapni gapiryapsiz. Ya'ni ruhiyatan eslatyapsiz. Ana endi u men kasalman degan fikrni doim miyasiga yozib olyapti. Ana u ruhiyatan kasal, senga mumkin emas degan so'zlarni ishlatmang. Bu narsa noto'g'ri fikr. Chunki menga mumkin emas degan gapni gapirib qo'ysangiz ham men kasalman deyapsiz. Men kasalman degan so'zni g'oyibona fikrda takrorlasangiz ham miya uni bor deb qabul qiladi. Ya'ni sizni kasal tomonga yetaveradi. O'shaning uchun kasal bo'lish yoqadi-da. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.